1792-yil Andijon. Bu yerda kelajakda Qo'qon saroyining eng qudratli ayollaridan biriga aylanishi taqdir etilgan qizaloq Maxlaroyim dunyoga keldi. Yillar o'tib u Qo'qon xoni Umarxonga turmushga chiqadi. Shu kundan boshlab uning hayoti oddiy saroy hayotidan davlat taqdiri bilan bog'liq murakkab yo'lga kiradi. 1822-yil Umarxon vafot etadi. Taxtga hali yosh bo'lgan o'g'li Muhammad Alixon chiqadi. Ammo davlatni boshqarish, saroydagi fitnalarni jilovlash va xonlikni saqlab qolish mas'uliyati endi Nodiraning zimmasiga tushadi. U siyosiy maslahatchi sifatida saroy markaziga aylanadi. Shu bilan birga Nodira ilm va madaniyat homiysi ham edi. U madrasalar qurdiradi, kutubxonalar tashkil qiladi va Qo'qon saroyini adabiyot markaziga aylantiradi. Ammo 1842-yilga kelib, ichki nizolar va siyosiy beqarorlik davlatni zaiflashtiradi. Buxoro amiri Nasrulloh qo'shinlari Qo'qon sari yurish boshlaydi. Saroy sukunatga cho'madi. Nodiraning o'g'illari Muhammad Alixon va Sulton Mahmudxon ular asir olinadi va Nodira o'z o'g'illari bilan birgalikda qatl qilinadi. Bu safar u shoira emas. Bu safar u davlat uchun kurashgan ona edi. Ammo Nodira nomi tarix sahifalaridan o'chmadi. U jasorat, ma'rifat va matonat timsoli sifatida abadiyatga muhrlandi.